Chap qo'limda Qashqadaryo Qamashidan Sardor polvon. Aha. O'ng qo'limda Navoiydan Dilshod polvon. Lekin ikkalasi zo'r para bo'ldiryapti hozir. Halol. Xo'p. Halol, hamma halol. Ikkalasini solimi Normuminov Orzubek akadan bir sarkasi bor. Ne'matov Davlat akaga 200 ming so'm puli bor. Kim bo'sh? Obid aka. Kim Obid aka? Efirni sifatiga. Jurat, keyinlar bittang. Ke, qaysi olishasan Davlat polvon? Ke uka, bo'ladi mana para, qo'ldir. Ishlashdi-ku. Ikkovi mos. To quchoqlashguncha bo'ladi bular. To'g'ri kim aka? Ey-ku. Ey tog'a. Ey aka. Halol bo'ldi. Ne'mat aka. Nima bo'ldi? Sizlar yozinglar. Ne'mat aka. Sizlar yozinglar, bo'lmasizlar. Halolmi? Turma deyapman men. Suvda chalinyapti. Zavat aka. O'tibona jing turma. Bari polvonni solimini bering. Navoiy yashil yaktak. Xo'p, qaranglar. Xavfli vaziyat. Qaysi bosadi? Yashilmi, ko'kmi? Lekin zo'r ishlashdi ikkalasi. Yashil deganlar 1, ko'k deganlar 2. Ma'ruf polvon solimin qani? Yashil deganlar 1 bossin, ko'k deganlar 2 bossin. Ma'ruf, qani Ma'ruf? Hop, Sarkani bog'lab deb qaytib kel. Ko'k deyapti. Hop. Iziga bu Yashil. pazarg'omliklarda Yashil to bo'lsa, ishtasini yutmaguncha kelaveradi-da. 200. Voy mana. Damingni olib kel. Elimdan mahalliy polvonlardan olamiz polvoniga Qanday bo'ldi? Sardor polvon tabriklayman. Qashqadaryolik Sardor polvonni bir sarka pulini bering. 300 ming so'm. Bir sarka 300 ming so'm puli halol.